Akamiz baklashka musorkadan qidiryaptilar. Germaniyada beravering. Topdik. Baklashka terib yashashga arziydimi yoki yo'qmi? Hozir magazingacha nechta topamiz, topshiramiz, nimalar olsa bo'ladi, soling. O, xabarimiz keldi. Arziydimi yoki yo'qmi? Baho berasiz. Garajlarni ham yaxshilab qarasangiz, mana bunaqa joylarda 25 50 sent. Astanovkalarga keladigan bo'lsangiz ham juda ham ko'p topasiz. Hozir mana bu akamiz 3 tasini olib ketib qoldi. Yaramas deydi menga, bizani nonimizni olib ketib qoldi. Asosan xiyobonlarga keladigan bo'lsangiz, yoshlik kechasi bilan mazza qilib bayram qilgan bo'ladi yoz paytida. Hammadan ham xiyobonlar nimasi yaxshi? Soling aka. Ketdik. Ha, mana ko'rasizlarmi urnalar? O'shalarning ichida ham to'la bo'ladi odatda. Aka, yaxshilab qarang. Mana aka. Mana kiraverishda topshiradigan joy. 450 yevroga nimalar olsak bo'ladi? 129 dan ikkita banan olsak, deta 60 sent. Yong'oqli nonlar 3 tasi 1 yevro ekan. 39 sentdan yogurtlar, eng zo'r yogurtlar. Ikkita oldik 78 sent. Agar xohlasangiz 79 sentdan qarang. Eng zo'r navli toster noni. Bu juda ham shirin, tosterga qo'ysangiz bay. 129 dan Kerrygold, Germaniyaning eng zo'r sariyog'lari. Kassani oldidamiz, qancha bo'ladi hozir? Mabodo pulimiz yetmay qolsa, Smart Bankdan foydalanamiz. Biz mana 2 euro edi. Ko'payib ketdi. 2 euro yetmay qoldi do'stlar. Aynan gilosimiz sal qimmat bo'lib qoldi. Xulosa qiladigan bo'lsak, siz bu ishni qilib yurmang. Sabab nimaga? Germaniyaga keladigan bo'lsangiz, eng kam oylik ish haqqi 12 euro-yu 83 sent. 83 sent. Agar siz yaxshiroq ishda ishlasangiz, hamshira bo'lsangiz, vrach bo'lsangiz, elektrik bo'lsangiz, qurilish ishlarida ishlasangiz, 18, 20, 25, 30, 50 evrogacha soatiga topasiz. Bu degani bunaqa bozorlikdan 10 barobar qilasiz. Shuning uchun til o'rganing, Germaniyaga keling va ko'chada qolib ketadigan bo'lsangiz, Smart Bank bizga juda ham yordam berdi. Mana shunaqa qiyin holatlarda qutqarib qoladi. Omad.